Qulupnoy ekayapsizmi? Unda bu 3 kasallikni bilishingiz shart. Birinchi kasallik kulrang chirish, botritis. Mevalarda kulrang mog'ar paydo bo'lsa, bu botritis. Namlik yuqori bo'lsa, tez tarqaladi. Mevalar chiriydi, hosil 50% kamayadi. Oldini olish, shamollatish, ertalab sug'arish, kasallangan mevalarni olib tashlash. Ikkinchi kasallik un shudring, oq un. Barglarda oq unli qoplama ko'rdingizmi? Bu oidum. Barglar bukiladi, mevalar maydalashadi. Kurash, kaliy ko'paytirish, namlikni kamaytirish, fungitsidlar. Uchinchi kasallik ildiz chirishi, fitoftora. Kunduzi o'simlik osilib qolsa, ildizi qoraygan bo'lsa, ildiz chirishi eng xavfli kasallik. Oldini olish, tomchilatib sug'arish, drenaj, sog'lom ko'chat, Ridamil Gold yoki Previkur Energy. Sog'lom qulupnoy to'g'ri parvarishdan boshlanadi. Agromaslahat Global har kuni foydali tavsiyalar.